Bu mahsulotni bilgan biladi. Bu mahsulot kollektorning uzil deyiladi. Bizani yaqin okalarimiz bor. Astonada, Almatada hamkorlikda ishlaymiz. Asosan Astona va Almatada mana shunaqa kollektorning uzilidan juda ko'p foydalanishadi. Bizda sal kamroq bo'lishi mumkin, juda ham kam. Va ko'pchilik buni bilmas ekan. Nima maqsadda ishlatiladi, nima maqsadda foydalanamiz va qay holatlarda kerak bo'ladi, nima vazifani bajaradi. Masalan, deylik, geyzer filtrlari, issiq suv uchun, sovuq suv uchun, reduktorlar, счетчикlar, обратный klapan, mamti грубая очистка va kollektor, far kollektorlari. Endi farda ham qo'ysa bo'ladi, boshqa brendlarni ham surunkka qilsa bo'ladi. Va bunga qo'shimchasiga yana nimalar qo'ysa bo'lardi shu joyga. Biladiganlar javobinglarni kommentariyada kutib qolaman. To'g'ri topganga va aniq javob berganga men bitta takirni shuni podarkaga berib yuboraman akalar. Bosinglar.